Nima uchun aynan elektr qozonlarni olib kelib sotuvga chiqardik? Oddiy qozon ham olib kelish mumkin edi, lekin biz faqat elektr qozonlarga e'tiborimizni qaratdik. Ismim Sirojiddin, yoshim 26 yoshda, hozirgi vaqtda Toshkent viloyati Chinoz tumanida turamiz. Birinchi navbatda bizda nima muammo? Shuni o'rganib chiqdik. Ya'ni hozirgi vaqtda bilasizlar, viloyatlarda ko'p joylarda gaz o'chadi. O'zimizda ham o'chib turadi. Shuni hisobga oldik va ko'pchilikni qiynayotgan muammo, ya'ni gaz o'chganda o'choqda ovqat qilish kerak, kimlardadir imkoniyat bo'ladi o'choqda qilish. Ayniqsa domda turadiganlarga juda qiyin, ularda imkoniyat yo'q o'choqda qilish. Har xil plita, shunga o'xshagan narsalarni qilib, to'klar ko'p yozaveradi katta plitada, bilasizlar. Ana o'shanga yechim tariqasida mana shu qozonni birinchi olib kelishni boshladik. Eng birinchi test qilib kichkina sariq qozonni olib kelishni boshladik. Kichkina sariq qozon qanchalik bizga ma'qul keladi, o'sha qozonlardan olib kelishni boshladik. O'zi ham buni olib kelib olish ham juda qiyin bo'ldi. Ayni o'sha yangi yilga taqalgan vaqtida, ya'ni rassamoshkada muammo bo'lib, 25 kunda keladigan yukimiz 45 kunga cho'zilib ketgan. Rosa gap so'zlar ko'paygan, odamlar sizlar firibgarlar, boshqa shunaqa gap so'zlar ko'payib ketdi. Mayli, Xudo sabr berdi o'sha paytida, qo'llab-quvvatlaganlar ham bo'ldi. Yangi boshlabsiz, bunaqa bo'ladi, e'tibor bermang, oxirigacha boring degan narsalar ham aytganlar bo'ldi. Ishlab davom ettirdik. Xudo xolasa mana keyin ko'pchilikga ma'qul keldi. Undan tashqari bu elektr qozonlar yana zo'r taraflari bor. Nimaga? Misol uchun mana yangi uchastka qilib ko'chdi, kimdir, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ko'chgandan keyin gaz tortish bilasizlar, sal qiyinroq. Puli ham kichkina pul emas. O'shanaqa vaqtda bu elektr qozonni ishlatib turib, ana undan keyin ovqatlarni qilib bemalol keyin gazlarni olib kirib ishlatishni davom etishyapti. Uyda agar gaz o'chib qoladigan bo'lsa ham, bu qozon bilan keyin dalsh ishlatsa ham bo'ladi. Keyin ko'p talablar tushdi. Ya'ni bizda birinchi olib kelgan sariq qozonimiz kichkina 2 litr edi. Ya'ni bizda test uchun olib kelgandik. Keyin kattaroq qozonlar yo'qmi deb so'rashdi. Keyin biz assortimentni ko'paytirdik. Ya'ni ikkita qasqonli qozonlarni qo'shdik, bitta qasqonli litr kattalarni qo'shdik. Hozirgi vaqtga kelib 6 xil qozonlarni bir-birini qilganmiz va 5 tasi sotuvda bor. Mana. Undan tashqari mana hozir o'zimiz ham mana ikkita qasqonli qozonda manti qilamiz. Mantini hozir farishlarini tayyorlaymiz. Hozir manti bu qozonda qancha vaqtda pishadi, hammasini jarayonda tushuntirib boraman. Gaz bilan qanaqa farqi bor bu narsani? Shuni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mantini suvi ham qaynayapti mana. Xo'p, o'zi bu qozon kimlar uchun degan savol tug'iladi. Men bitta-bitta tushuntirib o'taman. Avalasi eng zo'r foyda bergan yosh kattalarimizga, ya'ni onaxonlarimizga rosa foyda berdi. Nimaga? Misol uchun kasal bo'lsa, oshxonaga borishga yoki bu joyga turib ovqat qilishga rosa qiynalishardi. Ularga zo'r bo'lgan tarafi yonlariga qo'yib olib bemalol ovqatlarni qilishaveradi. Undan tashqari mana talabalar bor, qaysidir kvartiralarda yoki domlarda gaz bo'lmay qolishar ekan bir xil holatda. Yoniga qo'yib bemalol ovqatlarni ham qilishsa bo'ladi. Dieta qilayotganlarga ham rosa foyda. Misol uchun ustida qasqoni bor-ku, qasqonida bir har xil ideya qilib endi ovqatlarni qilishadi. Bug'lama ovqatlar mana dietaga rosa foyda. Shunaqa ovqatlarni ham qilishyapti. Bola maktabda kelganda gazda ovqatni istaydigan bo'lsa, baribir kuyib qolishdan qo'rqasiz. Sovuq ovqat yemasin, issiq ovqat yeysiz. Shunaqa holatda ham rosa foydali. Qo'yib yoniga xavfsizda, eng muhimi, misol uchun mana ushlab ham ko'rsataman. Ushlab to'k bo'lib turgan paytda ham hech qanaqa bir to'k urmaydi. Juda ham xavfsiz ishlangan. Bu qozondan shunaqa klientlar ham bo'ldi, ya'ni qozonni oldiga borishga imkoniyati yo'q ekan, shunaqa bir operatsiya yoki kasalliklarni boshdan kechirganlar. Gazni oldiga bora olmas ekanlar. Shunaqa vaqtda ham bu qozon ancha yechim bo'ldi. Undan tashqari oyog'i ko'p og'riydiganlar bor. Gaz oldiga hada borib kelishga imkoniyat yo'q. Yoniga qo'yib ham bemalol ovqatlarni pishirishaverdi. Hozir mana bitta qasqonini o'ziga 15 ta manti sig'diramiz. Agarda kim ko'proq sig'diradigan bo'lsa, rekord kommentda yozib ketinglar. Umumiy 15 tadan ikkita qasqonda 30 ta mantini mana shu qozonda qilamiz hozir. Undan tashqari buni o'zida alohida ovqat qilsanglar ham bo'ladi. Qasqoni bilan birgalikda har xil ovqatlarni qilsanglar ham bo'ladi. Suvimiz mana qaynab bo'ldi. Ana endi tayyor bo'lgan mantilarni ustiga joylashtiramiz. Bu qozonlarni hozir Uzum marketdan ham xarid qilsa bo'ladi. Undan tashqari o'zimizga mana pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ham xarid qilsa bo'ladi. Misol bitta pochtadan hamma viloyatga chiqarib beramiz. Faqat to'lov bizda oldindan, nimagaki bizda kuryer xizmati yo'q. Shuning uchun pochta bilan ishlaymiz. Pochtada to'lov oldindan qilingan kuni ertasi kuni pochtadan chiqib ketadi. Qozonlarning narxlari hajmiga qarab bo'ladi. Misol 2 litr bor, 2,8 litr, 3 litr bor, 5 litr bor. Misol 179 ming sariq qozonimiz bor, 199 minglik bitta qasqonli yashil qozonimiz bor, undan tashqari oq qozonimiz bor. Ya'ni 239 ming. Uni rejimi 3 ta bo'ladi. Bu ikkita qasqonli, bu ham 239 ming litri
3 litr bo'ladi. Trendga chiqqan yangi qozonimizda bor. Ya'ni ikki tomonga bo'lingan o'sha 2,5 litrdan. Uni har bitta rejim alohida. Misol uchun bitta tarafida ovqat qilib bo'lgan bo'lsangiz, o'chirib qo'yib, keyingi tarafida davom ettirib ketaverasiz. Shunaqa bir zo'r texnologiyada ishlab chiqarilganda. Ana endi mantini yopyapmiz. Xudo xolasa necha minutda pishishini hozir jarayonda aytib o'tamiz. Mantimiz ham pishdi mana. 35 minutda tayyor bo'ldi. Gazimizda ham 40-45 minutda pishsa kerak. Eng qizig'i bu ko'p to'kam yemaydi. Undan tashqari mana 3 litr bo'ladi. Qozonida alohida ovqatlarni ham qilinaveradi. Hozir mana sekin ovqatlarni olamiz. Mana qarang, qanaqa bir sochini chiqqan. Voh. Bu qozonlarni hozir Uzun marketdan ham xarid qilsanglar bo'ladi. Undan keyin pastdagi raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsanglar, pochta orqali ham chiqarib beramiz. Hozir buyurtma beringlar.